Smit o'z vaqtida shunday degan: bitta tilni bilish bizni hayot yo'liga qo'yadi, ko'plab tillarni bilish esa o'sha yo'ldagi eshiklarni ochadi. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, qadrli talabalar. Universitetimizda tahsil olib, o'z iste'dodi va intilishlari evaziga e'tirof etishga arzigulik natijalarga erishayotgan yoshlarimiz haqida so'zlovchi Iste'dod loyihasining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etamiz. Bu galgi son til o'rganuvchilar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Chunki loyihamizning bugungi mehmoni Termiz davlat universiteti xorijiy filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi, IELTS 8 ball egasi Sevinch Abdumuratova. Assalomu alaykum Sevinch. Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun juda katta rahmat. Kelganingiz uchun esa sizga rahmat. Sevinch, avvalambor ingliz tilini qachon va qayerda boshlaganingiz va nega ingliz tilini tanlaganingiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Ingliz tilini maktab davrida boshlaganman. 9-sinf bo'lgan vaqtimda noldan grammatikadan boshlab o'qiganman, o'rganganman. Ingliz tilini tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqishim orqali o'rganganman. Rus tiliga, boshqa tillarga va ingliz tili eng kuchlisi bo'lgan. O'shaning uchun maktab davrida ko'proq o'rganganman va shundan beri ingliz tilini o'rganaman 9-sinfdan beri. IELTSga tayyorgarlik ko'rayotgan paytlaringiz aynan qanday tayyorgarlik ko'rgansiz? Hamma biladigan, hamma qiladigan usullardan foydalangan holdami yoki o'zingizda yangicha biror bir metod bo'lganmi? Mixed. Ya'ni bunisi. O'qituvchilar bilan tayyorlanardim, Dilshod Ismatov bilan o'sha vaqtda o'zlari bergan instruksiya orqali tayyorlanganman. Undan tashqari self study qilib, ya'ni active learning va passive learning ikkalasini birlashtirib o'rganganman. To'g'ri, ingliz tilini o'rganish qiyin, biroq ingliz tilini bilmay yashash bundan ham qiyin. Sevinch, IELTS 8 sizga qanday imkoniyatlar berdi? Xo'p, o'qish borasida aytmoqchi bo'lsam, universitetda ko'proq tanildim, talabalar tomonidan. O'sha kim ko'rsa meni taniydigan darajagacha yetib keldim. Ishim uchun foyda bo'ldi. Hozir ko'p o'quvchilarim bor, o'quv markazida ishlayman. Asosan mana shu yutuqlar. IELTSda 8 bu shunchaki raqam emas. IELTSda 8 bu imkoniyatlar eshigi kalitidir. Hozirgi kunda ko'pchilikga ma'lumki, IELTSning paper based, ya'ni qog'ozda topshiriladigan shakli olib tashlanib, o'rniga faqatgina kompyuterda topshiriladigan shakli, ya'ni CD format qoldi. Menimcha bu ko'pchilik til o'rganuvchilarini qaysidir ma'noda vahimaga solib qo'ydi. Sevinch, aynan sizdan eshitsak, CD formatining qanday kamchiliklari va afzalliklari bor? To'g'risini aytaman, o'zim paper based olganman 8 IELTSni. Lekin CD imtihonlari ham ishlaydigan joyimda o'tkaziladi va ikkalasini o'rtasida qiyinchilik darajasi deyarli bir xil. Unchalik katta farqi yo'q. Lekin CD format uchun typing skill talab qilinadi. Ya'ni yozish skilli. Ya'ni buni o'sha typingni o'zi ikkita narsani o'z ichiga oladi. Birinchisi to'g'ri, xatosiz yozish, ikkinchisi tez yozish. Ikkalasi. Tushunarli. Zamon rivojlanar ekan, bizning barcha ishimiz texnologiyalar bilan bog'liq bo'lib qolyapti. Shu o'rinda aytib ketay olasizmi, sizning IELTSga tayyorgarlik jarayoningizda sun'iy intellektning roli qanday? Asosan speaking va writing qismi uchun menga yordam bergan. Speakingga tayyorlanayotgan vaqtimda partnyorim bo'lmagan. Sherigim, ya'ni ingliz tilida menda yaxshi gapira oladigan, men darajamdan yuqori yoki yaxshi gapira oladigan sherigim bo'lmagan. O'shaning uchun ChatGPTni bitta funksiyasidan foydalangan va har kuni o'sha ChatGPT bilan suhbat qilganman. Tushunarli. Nima deb o'ylaysiz, Sevinch? So'nggi yillarda yuqori IELTS natijalari ko'payib borayotganining sababi ham sun'iy intellekt emasmikan? Asosiy sababi deb ayta olmayman, lekin baribir ham hissasi bor. Yuqorida aytib o'tganimda, aynan o'sha writing va speaking qismlari uchun. Tushunarli. Sevinch, agarda IELTSda so'rovnoma o'tkazilayotganda siz IELTSning aynan qaysi jihatlariga o'zgartirish kiritishni taklif qilardingiz? O'zgartirish kiritmagan bo'lardim va kiritishga haqqim ham yo'q hozir, chunki bu IELTS formati hamma narsa Cambridgeda maxsus professorlar, scientist tomonidan ishlab chiqarilgan. Qachon men ularning darajasiga yetsam, balkim o'zgartirish haqida fikr bera olishim mumkin deb o'ylayman. Tushunarli. Misol uchun men bo'lganimda speaking imtihoni va asosiy imtihonni bir-birlaridan sal uzoqroq kunlarga qo'yishni tavsiya etgan bo'lardim, xuddi milliy sertifikat 0 kabi. Ha, darvoqe siz milliy sertifikat 0dan ham yuqori natijalarni qayd etgansiz.
Shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz, Sefer milliy sertifikati va IELTS xalqaro sertifikatlarining farqlari va afzalliklari haqida. Birinchi farqi, o'zingiz aytib turganingizdek, xalqaro darajada qabul qilinadi IELTS sertifikati va Sefer milliy o'zimizda qabul qilinadi. Ikkalasining farqi, formati ikkalasi ikki xil, lekin skilllar 4 ta skill o'sha Seferda ham va IELTSda ham sanaladi. Ichidagi formatida farqi bo'lishi mumkin, reading va listening qismlarida, writing va speaking qismlarida ham hammasida. Aha, sizga qaysi biri qiyinroq bo'lib tuyulgan? Xo'p, agar formatini tushunsangiz, o'zi aslida ikkalasi ham oson, lekin Sefer IELTSga nisbatan ancha osonroq. Biz ham qo'shilamiz. Sevinch, nima deb o'ylaysiz? Biror narsaga erishishda sizningcha iste'dod ko'proq rol o'ynaydimi yoki harakat? Ikkalasi ham. Nimaga? Chunki iste'dodingiz bo'lib turib, agar harakat qilmasangiz, orqada qolib ketasiz. Lekin iste'dodingiz bo'lmay turib, harakatni ko'proq qilsangiz, birinchi bo'lishingiz mumkin. Ikkalasini birga olib ketish kerak. Va sizga yuzlanadigan so'nggi savolimiz, Termiz davlat universiteti siz uchun? Ikkinchi uyim deya olaman. Chunki haftani 5 kunida ertalabdan o'sha tushgacha bo'lgan vaqtda shu yerdaman. Loyiha so'ngida ustozlaringizga, ota-onangizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor ularning hammasiga rahmat aytaman, chunki shu darajagacha kelgunimcha, ayniqsa ota-onamning o'rni katta, ya'ni IELTSga tayyorlangunimcha va o'qishim uchun eng kerakli bo'lgan sharoitlarni aynan ota-onam yaratib berganlar va o'qituvchilarimga ham rahmat aytaman, chunki menga instruksiya berib, yo'nalish ko'rsatib turganlari uchun. Sizlar bilan iste'dod loyihasining navbatdagi soni edi. Ijtimoiy tarmoqlarimizda bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.